Ushbu loyiha Xalq banki hamkorligida Toshkent viloyati Chinoz tumani mufidi 104-kontur amalga oshirilmoqda. Bu yerda chorli ekini maydoni jami 17 gektar, ustiga 650 metr, bo'yiga 149 metr. Loyiha menejmenti bu yerda ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlab, hozirgi kunda unib chiqish holatida. Ekinni yetishtirish 100 kun davom etadi. Yetishtirish jarayonida sug'oriladi va tabiiy mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Ushbu loyihada 21 ta dehqon xo'jaligi biriktirilgan bo'lib, har bir dehqon uchun o'rtacha 20 sotixdan yer maydoni to'g'ri keladi. Loyiha samarali amalga oshirish uchun lekin tadbirkor sohilshor metallar tamoqli xizmatlari MChJ tomonidan biriktirilgan. Ushbu loyiha har bir gektariga 7,5 tonnadan jami 75 tonna hosil olish rejalashmoqda. Mazkur ekin yig'ishtirib olingandan so'ng ikkinchi ekin ham yuqori daromadli ekin turi ekilish orqali egalik daromadlarini yanada oshirib boriladi.